Nima bo'lyapti? Akalar mana ko'rib turibmiz, Qashqadaryo viloyati G'uzor tumanida mana shunaqa hammaga yoqadigan sifatli qo'ylarimiz kelgan ekan. Akalar, kim olsa ham xudo xolasa mana shunday bo'g'oz qo'ylarni oladi. Aka buni bir bo'g'ozligini ham ko'rsataylik-da. Bo'g'ozligiga maniki qarang, endi Suhrobjon mana. Oho, mana yelin tashab qolgan. Xudo xolasa bular shu bir qarang-da buni. Bir oylarga qolmay tug'adimi, nima deysiz? Bir oyga bormaydi bu qo'ylar. Mashallah, akalar ko'ryapmiz, xudo xolasa bo'g'oz qo'ylar. Hammasi bo'g'ozmi aka bular? Hammasi bo'g'oz. Garantiyasi bor. Bir 25 talari o'zi yelini ajratib qolgan. Qolgani ham kechkiroq bo'lsa ham tug'adi hammasi. Joningiz sog' bo'lsin. Akalar ko'rib turganlaringizda umumiy soni 32 tamidi? 37 ta. 37 bosh. Bo'ylari ham akalar 75-80liklari ham bor ekan. 75 plyusga bemalol olaverasizlar. Kim olsa ham akalar bo'g'oz molni oladi. Shuning uchun pastdagi nomerlar ishlab turibdi. Bemalol telefon qilib, kelib ko'rib tekshirib olaveringlar. Akalar, kesalaringizni xudo xolasa uyaltirmaydigan sifati ancha baquvvat bo'lgan qo'ylarimiz. Endi aka buni dastavkasini qilib beramiz, xudo xolasa. Dastavkasini nasib bo'lsa qilib beramiz. Muammo bo'lmaydi. Muammo bo'lmaydi. Benzin bilan bo'lsa ham olib borib beramiz. Gaz muammo bo'lsa ham dastavka muammo bo'lmaydi. Yo'q. Joningiz sog' bo'lsin. Akalar ko'ryapmiz, gaz muammo bo'lsa ham dastavkadan muammo yo'q. Shuning uchun akalar qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar 12 viloyatdan telefon qilib baraka qilaveramiz. Endi aka buni narxini ham bir o'zingiz kelishtirib, narxini shu Suhrobjon hozir YouTube'ga qo'ygan narx shu. 48 dan olib borib beraman. 47 dan bo'lsa o'zi olib ketsin. Gap yo'q. Ko'rib, tekshirib olib ketsin, yedirib ichirib. Aka, bularning endi sifatlari hammasi joyida. Bir so'z bilan aytganda, hali birinchi qoringa bo'g'ozda bular. Birinchi qoringa bo'g'oz qo'yildi. Gap yo'q. Like bosib obuna bo'lib qo'yamiz akalar, sizlar uchun mana shunaqa